Kvartiramizni 114 kvadrat metrli bizni nima решение qilib berganmiz? Xo'l qismini joylab berganmiz. Sharoit bo'lsa, xo'l qismini qilish shart. Mягкий zona televizorimizni bu tarafga prixoshka qilib berganmiz. Xo'l qismida hamma xonaga tarqaymiz. Birinchi bo'lib oshxonaga. Bu tarafimizda bizda kuxonniy zonamizni 4 kishilik stul, bu tarafda hamma bitovoy texnikalarni joylab berganmiz. Bu zonamizni spalniy zonamizni, do'xspalka, qaram-qarshi tarafida televizor, o'zini makiyajning stoliki, bu tarafida o'zini shkafi bilan. Ichida o'zini shaxsiy sanuzellar bilan hamma sharoitga ega. Kvartiramizda bitta общий sanuzel bor, vanna, rakvina, unitaz joylab berganmiz. Bu zonamizni mehmonlar uchun 12 kishilik stul, chiroyli dizayn qilib berganmiz. Bunga alohida o'zingizlar baho berasizlar. Bitta bizning запасной spalnigimiz bor, do'xspalka, o'zini makiyajning stoliki, bu yerda shkaflari bilan. Kvartiramizda 2 kishilik detik xonamiz ham bor, ikkita razenli kravati, oynan tagiga рабочий stol 2 kishilik uchun. Bu tarafimizda bolalarning o'zini shkafi. Planirovkamizga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Dizaynerskiy xizmatlar bo'yicha o'zimizga murojaat qilaverasizlar.